Assalomu alaykum barchaga. Efirda yana sizlar bilan Javohir Abdurahmonov. O'zingiz taxmin qilgandek, bugun sizlar bilan 3D vosk ishlab chiqaruvchi apparatlar haqida gaplashamiz va buni vosklarning xarajatlari, sizlarga qanaqa foyda keltirish, apparat pulini qanchada oqlashlarini barchasini tushuntirib, izohlarda ko'rsatib o'tamiz. Xabaringiz bor, YouTube kanalimizni ochganimizga bor yo'g'i 1 oy bo'ldi. Men o'zi shaxsan bu YouTube'da, ijtimoiy tarmoqda o'z faoliyatimiz boshlaganimizdan juda ham xursand bo'ldim. Sababi hammani xabari bor, Instagramda to'liq videolarni qo'yish biroz muammoli. Hamma ham to'liq videoni ko'rmaydi, keyingisiga o'tkazib yuboradi. YouTube'da biza bemalol, xotirjam, qanaqadir vaqtlarni o'ylamasdan, vaqt chegarasi yo'qligini hisobga olib turib, bemalol gapiryapmiz va bilimlarimizni ham o'zim bilgan narsani iloji boricha to'liq yetkazib berishga harakat qilaman. Instagramda ba'zida shu muammolarga duch kelyapmiz. Bilimlarni sizlarga oxirigacha yetkazib bera olmayapmiz. Xo'p, asosiy temaga qaytamiz. Bugun sizlar bilan FlashForge, Xitoyda ishlab chiqaruvchi kompaniya, xabaringiz bor. Dunyoni polniy 90% ni egalladi desak bo'ladi. Oldingi paytlari, masalan, 5 yil oldin Amerikani Project degan 3D System o'zi kompaniyani oti Project modellarini ishlab chiqarardi, u dunyoni egalik qilardi. Hozirgi kunda o'shani o'rnini FlashForge kompaniyasi egalladi. Ya'ni nimaga unaqa aytyapman? Bu fakt, asosida aytyapman. FlashForge birinchi o'rinda bo'ldi 2024 sotuv bo'yicha. Juda ham ko'p apparatlar sotdi dunyo bo'yicha, O'zbekistonda ham, balkim boshqa jahonda ham hamma joyda FlashForge apparatlari keng tarqab ketdi. Buni birinchi sababi sifat, ikkinchi sababi tezlik, uchinchi sababi narx. Amerikaga qaraganda birga bir arzonligini ko'rishingiz mumkin, solishtirib ko'rsanglar. Lekin sifat bo'yicha Amerikadan o'tadi, ham tezlik bo'yicha, ham sifat bo'yicha. Shu bois butun dunyodagi o'sha egalik qilayotgan kompaniyalarning hammasini sindirib tashladi. Endi bu sindirib tashlash to'g'ri ma'noda qabul qilish kerak. Bularning maqsadi butun jahonni sindirib tashlash emas. Bularning maqsadi, kompaniyaning maqsadi odamlarga yengillik yaratish, sifatini yaxshilash, o'sha hammani imkoniyati yetish uchun harakat qilish bu kompaniyaning maqsadi. Xo'p, shuning uchun ham FlashForge apparatlarini sizlarga bemalol tavsiya qila olamiz. O'zimiz bu apparatlarni 1 yil davomida sotuvni amalga oshirib kelyapmiz. 1 yil davomida bunaqa video qilishimizga endi masalan sharoit bo'lyapti. O'zi hozir ham o'zi aslida sharoit emas, sababi apparatimiz yo'q qo'limizda. Apparat kelishi bilan sotilib ketyapti. Shuning uchun anchadan beri kutayotgandim. Apparat kelsa birato'la yonida o'tirib video obzor qilaman, hammasini tushuntirib beraman desam, hech unaqa imkoniyatga yetishmaganim hisobiga endi majburan o'zi hozir bu videoni olyapti, apparatsiz ham. Sababi ba'zi odamlarda bu printerlar bo'yicha sal noto'g'ri tushunchalar bor ekan. Endi printer sifati bo'yicha emas, rasxodniklari bo'yicha noto'g'ri tushunchalar bor ekan. Ular o'ylashi bo'yicha printer rasxodi ko'p ekan, o'zini pulini oqlamas ekan, yo o'zini pulini uzoq muddatda oqlar ekan degan gaplarni eshitib qoldik. Uni bitta odamdan emas, ikkita odamdan emas, balkim ko'p odamdan eshitdik. Bu hammasi xato fikrlar. Agar sizda hozirgi barchasini tushuntirganimda ham sizda qanaqadir o'zingizni shubhangiz bo'lsa yo o'zingizni fikringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin, uni gaplashishimiz mumkin, buni barchasini tushuntiramiz. Menimcha 3D vosklarni ishlab chiqarish xarajati polimerdan eng kamida 2 barobar yo 3 barobar arzon tushadi, eng kamida. Biz Instagramga video qo'ydik, 5 barobar arzon tushadi deb. Uni ko'rishingiz mumkin. Instagramda qisqa video qilib tayyorladik. 5 barobar deb gapirgan gapimizning asosiy sababi bu yoqda faqatgina narx bilan emas, balkim sifat bilan, quyilish bilan, tezlik bilan ham uni tushuntirganmiz. Sababi polimerlarda quyilgandan keyin unga hech kim 100% chiqadi deb javob bera olmaydi. Uni hamma biladi. 1000 polimeringiz zo'r bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu oti bilan polimer. Uning ichida plastmassa elementi bor. Element deydi, nima deydi? Plastmassasi bor. Shuning uchun polimerda baribir %100 har safar bir xil rezultat olish juda ham qiyin. Buni hamma biladi. Ikkinchi sababi, haligi bu aytayotgan narsam 5 barobar arzon tushadi degan narsalarga to'xtalayotganim. Ikkinchi sababi, birinchidan quyilish siz o'ylagandek chiqmasa, %100 har safar chiqmasa, ikkinchi sababi pechkaga qo'yish jarayoni juda uzoq muddatda vaqtni tashkil qiladi. Masalan, biz o'rtacha vosklarni 6-8 soatgacha pechkaga qo'ysak, polimerlarni ko'pchilikning xabarim bor, 12 soat, 15-20 soatgacha qo'yishayotgan ekan bu. Sizlarga ham vaqtdan yutqizish, ham tokdan yutqizish, ham shuncha ish qilganingizdan keyin ham yana oxirida liteykadan keyin chiqmasa, bu alam qiladigan
jarayon hisoblanadi. Bizani bu mum printerlarimizda bizani bu mum printerlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni %100 deb bemalol ayta olamiz. %100 bo'lmasa ham endi baribir человеческий faktor bor. Qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin. Pechkada, gips qorishda, formovkalarda xatolarning hisobiga 99% chiqarish imkoniyatiga egasizlar. Shu boisdan ham biza 5 barobar arzon tushadi deb bekorga aytmadik. Uni bilgan odam biladi, ishlatayotgan odamlar ham biladi. O'zi ko'pchilik menga murojaat qilgan, aka printer olish xohlayman, lekin printerning narxi qimmat ekan. O'shaning uchun hozir sharoit yig'yapman, pul yig'yapman, keyin printer olaman, polimerdan to'yib ketdi deb juda ham ko'pchilik murojaat qildi. Lekin polimerni men yomonlash niyatim yo'q. Polimerni o'zini qiladigan ishi bor. Polimer uchun o'zini modellari bor, 3D vosk uchun o'zini modellari bor. Lekin sizda 3D printer bo'lsa, siz почти 90%, mayli keling 80% deylik, 80-90% gacha hamma modelni qila olasiz. 10% modellaringizni mayli polimerda ishlab chiqarasiz desak, biz ham odamlarga bemalol tavsiya qila olamiz. Baribir polimer ham kerak bo'ladi, lekin 90% ishingizni voskda bemalol bajarsangiz bo'ladi deb tavsiya qilamiz. Nimaga polimer kerak? Polimer qattiq bo'lgani hisobiga, agar juda ham ingichka, tolali narsalar bo'lsa, polimerni ishlatgan afzal ko'riladi, sababi sinib ketmaydi. Bu vosklarimizda hamma biladi, o'zini support, поддержкасы oq shag'amdan hisoblangan, uni spirtga solsa eriydi. O'sha erish jarayonida agar juda ham ingichka tolali joylari bo'lsa, o'sha erish jarayonidagi suvga solgan jarayonda spirtga, suv emas, aslida spirt, o'sha tolalari yirtilib, uzilib ketishi mumkin. O'shaning hisobiga biz qaysidir juda ham ingichka filigram narsalari yo'lmasa qanaqadir o'sha aytganimdek tolali narsalarga biz polimer ishlatinglar deb klientlarga tavsiya qilamiz. Shunda ham 10%, 5% ga 90% bemalol vosklarda hamma modellarni ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Boyaga aytgan 5 barobar arzonligiga yana qo'shimcha faktlarni kirgizib o'tmoqchiman. Polimerda bilasizlar, supporti bor. Supportini buni ming olib tashlasanglar ham o'sha joyda iz qolib ketadi. Uni keyin polirovka jarayonida juda qiyinchiliklarga va ko'p vaqt ketkazishga va ko'p ugar bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu ham polimerlarning eng muammoli nuqtalaridan biri. Men buni yana nimaga faktlar bilan misol keltirib aytib o'taman. Masalan, bizani o'sgan modellarni bu mum printerlaridan polirovkangiz KG5ning oddiy vosk injektorlardan qilgan ishlaringiz bilan bir xil bo'ladi. Sababi bu 100% vosk. Unda hech qanaqa plasmassa ichiga aralashmagan. Endi bo'lishi mumkin, o'zini qanaqadir moddalar bo'lishi mumkin. Uni liteykada umuman muammo bo'lmaydi. O'shanga men qaytarib aytaman, Instagramga qo'ygan 5 barobar arzon tushadi degan narsalar baribir 5 barobarga olib keladi hisob-kitob qilsanglar. Sababi bunda polirovkadan yutasizlar, ugardan yutasizlar, vaqtdan yutasizlar, ishqib hamma tomondan yutasizlar. Buni yutqizadigan tomoningiz yo'q. Undan keyin ham o'stirish jarayonini aytdim. Hozir tushuntirib o'tamiz. 530 modelida 10 kilo vosk oyiga ishlab chiqarish imkoniyatiga egasizlar. 10 kilo tasavvur qilinglar. 10 kilo degani juda katta hisoblanadi. Sababi 1 gram vosk 12 gram 585 probali tilla mahsulot ishlab chiqarsanglar bo'ladi. U degani 10 ni 12 ga ko'paytirsa bizga 120 kilo, ya'ni 120 ming gram 585 probali tillani ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Endi bu biza o'rtacha hisoblaymiz. Bundan ko'proq, bundan kamroq ham bo'lishi mumkin. Mayli 120 kilo ishlab chiqarmadingiz deylik, 80 kilo ishlab chiqardingiz. Boring 100 kilo ishlab chiqardingiz. Mayli ish bo'lmadi, apparatim ko'p ketib qoldi va nima deydi, tozalashlarga yaxshi qila olmadik deganda, o'ldim deganda 50-60 kilo bemalol qo'rqmasdan ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Bu degani sizlarga bu 3D printerlarni afzalliklari nafaqat qanaqa foyda tomonidan voskka foydasi emas, balkim ishchi kuchi tomonidan ham ancha sizlarga plyusga kiradi. Sababi razmer qilib o'tirmaysizlar bularga. Undan tashqari chiqqan narsani sirazu toshlarni ekib ketasizlar, sababi bo'la vosk, bemalol tosh ekib ketasizlar. Yana shunga o'xshagan juda ko'p plyus tomonlari bor. Kirish qismimiz ozgina cho'zilib qoldi. Sizlar bilan printerlar bo'yicha hamma ma'lumotli faktlarni berishni boshlaymiz. Diqqat bilan kuzatib borsanglar, o'zingizlar printerni qanchalik afzalliklarini va qancha vaqtda o'zini pulini oqlashlarini bilib olsanglar bo'ladi. Voskimizni ko'rib turishlar, bu platforma deymiz. Ya'ni patnisini orasida ozgina zazorlari, joylari ochiq qoladi. Bu o'zini strafovkasiga va
ko'rib turganingizdek, hozir bu yoqda bitta sloy o'stirilgan. Ya'ni bittadan narsalar o'stirilgan. Buni xohlaganicha 12 santimetrgacha taxminan shuncha balandlikda sizlar ustma-ust qo'yib taxlab o'zingizlarning modelinglarni o'stirsanglar bo'ladi. Bu printerlarda faqat bitta sloy o'stirildi degani emas. Ustiga qancha sig'sa, o'sha 12 santimetrgacha yetadigan jarayongacha ustma-ust qo'yib taxlasanglar bo'ladi. Endi kimga qanaqa, kimdirlar yo'q men bitta sloy qilaman, keyingi sloyimni yana alohida o'stiraman deyish mumkin. Bu printerlarda o'sish vaqti, 3 ta golovkali printerlarda o'sish vaqti unaqasiga farqi yo'q. Siz xohlasangiz bitta qo'yasiz, xohlasangiz 10 ta qo'yasiz, uni farqi yo'q. Bu printerlarning asosiy farqi o'stirishda balandligiga hisoblanadi. Siz qancha baland o'stirsangiz, shuncha ko'p vaqt ketadi. Ya'ni printerlarimiz 1 soatda 6 mm balandligini o'stirib beradi 1 soatda. Shuni eslab qolinglar. Ya'ni sizlar deylik 6 santimetrli narsa o'stirish uchun o'rtacha 5-6 soat vaqt yetkazishlik talab qilinadi. Shuning uchun ba'zilar aytadi, agar men qavat-qavat qilib o'stiradigan bo'lsam, juda ko'p vaqt ketib qolar ekan. Masalan, 10 soat, 15 soat vaqt ketib qolar ekan, svet o'chib qolsa, shuncha qilgan ishim bekor bo'ladi. Shuning uchun men 3-4 soat o'stiraman. 530 larda o'rtacha 3-4 soat, uzog'i bilan 5 soatgacha vaqt talab qilinadi. Shuning uchun aytadi, bitta sloy yetadi. Uni ikkinchi patnisi bor, zapasnoy patnisi. Bu tuga o'sib bo'lgandan keyin ikkinchisini qo'yaman, keyingi sloyni o'stiraman deydi. Bu men o'zimni fikrim ham to'g'ri fikr deb hisoblayman. Qaror deb hisoblayman. Sababi O'zbekistonda bilasizlar, tez-tez svetlar o'chib turadi. O'chib turish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shu bois bitta sloy o'stirgan men ham o'zim tavsiya qilardim shaxsan. Keyin yana printerlarni ustanovka qilgandan keyin ko'pchilik aytamiz UPS qo'yishlarni. UPS juda kerakli narsa. O'sha svet o'chib qolsa, hech bo'lmasa 1 soat, 2 soat ishini tugaguncha yetib turadi. Undan keyin svet yonguncha to'xtab turishi mumkin. Shuncha qilgan ishlari bekor ketmaydi, uvol bo'lmaydi. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Yana sal uzoqlashib qoldik. Hop, flomaster olib olamiz. Bugun asosiy mavzuyimiz 530 bo'ladi. 530 ni bekordan ko'p maqtamayman. 510 modelini ham ko'p sotdik. 10 tadan oshiq 510 modelini sotdik. Bu ham yangi model, 2024 ishlab chiqarildi 510 modeli. 530 modeli 2025 ishlab chiqarildi. 530 da asosiy farqi ko'pchilik aytaman, 3 ta golovkasi bor. 510 da bitta golovka bor. Ya'ni bitta printer boshi pechat qiladi. Hozir bularni keyinchalik videoning oxirida ko'rib, qanaqa ishlashlarini tushuntirib beraman. 530 ni asosiy 3 ta golovkadan tashqari yana ichidagi texnologiyalar rivojlangan. Ya'ni 510 modeli ko'pchilik biladi, o'zidan chang chiqaradi. Chang chiqaradi va 530 modeli o'sha 510 chiqargan changlarning 70% ni o'zida olib qoladi va bor yo'g'i 30% gacha changini ko'rishingiz mumkin solishtirganda 510 bilan. U degani xonangiz uncha-munchaga chang bo'lib ketmaydi, keyin odamga ham zarari kamroq bo'ladi. Xo'p, nimaga men 530 yana tavsiya qilaman? Uni ichida texnologiya 510 ni обновление qilingan versiyasidir 530. Baribir ular 510 dagi kamchiliklarni ko'rib turib, 530 ni rivojlantirishgan. Faqat 3 ta golovkani o'zini qo'yib mana 530 chiqardi deyilmagan, yo'qda. Ya'ni ustida ishlangan. Odamlar nima jalbasi bor 510 apparatida, nima muammolar bo'lyapti, hammasini ko'rib bartaraf qilingan imkon darajasida. Shuning uchun 530 tavsiya qilaman. Keyin pulida ham 530 ni olganinglar vigitni, sababi 510 apparatimiz ko'pchilik biladi $35,000 Sip Toshkent o'zini firmasiga olib kelish. 530 modelimiz $60,000. Ko'rishingiz mumkin. Bunda bitta golovka, buni bitta printer deb tasavvur qilsangiz 510 ni 530 3 ta printer deb tasavvur qilasiz. Sababi sizga 3 ta golovkasi bor. 3 ta golovka bitta vaqtda ish qiladi. U degani sizlar 1,5 ta apparatni puliga, 1,5 ta 510 ni puliga 3 ta 510 olasizlar. 3 ta to'g'ri 510 olasizlar. Demoqchiman 530 olganinglar vigitni 1,5 ta apparatni puliga sizlar 3 ta apparat olasizlar. Ya'ni ancha puldan ekonom qilasizlar. Ham uni olganinglardan keyin uni aytganimdek texnologiyasi, ichidagi funksiyalari ancha takomillashgan. Shuning uchun bemalol kim kelsa 530 olinglar, agar imkoningiz yetsa, zarar qilmaydi deyman. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik aytadi 530 ni bitta golovkasi buzilib qolsa, bu keyin 3 ta golovkasi ishlamas ekan, 2 ta golovkasi ishlamas ekan, u yoq ekan, bu yoq ekan deydi. Men ulardan so'rayman, apparatni ko'rdingizmi? Sizda shunaqa muammo bo'ldimi?
kimdadir shunaqa opit bo'ldimi? Masalan, bittasi apparat buzilib qoldi, uni alishtirdi degan narsalar bo'linsa, yo'q, bu odamlarning gapi deydi. Xo'p, odamlarning gapi bo'lsa, nimaga uni ishonyapsizlar? Uni so'ramaysizlarmi bizdan? Bunda mutaxassis sifatida aytaman, 530 printerlarida bitta galovkasi ishlasa, ikkita galovkasini ishlash imkoniyati bor. Uni faqat funksiyasini to'g'rilash kerak. Lekin aytaman, 3 ta galovka ishladi. 3 ta galovkadan bittasi buzildi. Lekin sizga ishingiz bor, ishingiz ko'p. U bitta galovka buzilgan galovkani ham alishtirish kerak. Sizga alishtirsangiz, ya'ni o'zini kuchini, o'zini naqasini to'liqligicha beradi apparat, to'g'rimi? Xo'p, kimdir aytayapti o'sha 3 ta galovkadan bittasi ishlamasa, 2 ta galovka ham ishlamas ekan dedi. Bo'pti, bu fikrga qo'shildi deylik, o'zi aslida noto'g'ri. Qo'shildi tasavvur qilsak, xo'p, sizda ishingiz bor, ishingiz ko'p, ish qilishingiz kerak. Xo'p, bitta galovka buzilgan bo'lsa, o'sha galovkani buzilgan galovkani alishtirib, dalcha ishni davom ettirmaysizmi? Nima farqi bor? To'g'rimi? Agar 510 apparat olganingizda ham bitta galovkasi bor. Uni galovkasi buzilsa, uni alishtirib yana ishlashni davom ettirardingiz. 530 da ham xuddi shu. 3 ta galovkadan bittasi buzilsa, o'sha bittasini to'g'rilab yana joyiga qo'yib davom ettiravering. Nima muammo? U ikkitasi ishlamas ekan, u yoq ekan, bu yoq ekan deyish. Baribir sizga apparat kerak bo'lsa, ishingiz ko'p bo'lsa, uni ishlatish kerak, apparatdan foydalanish kerak. Ortiqcha problemani o'ylamasdan, minus tomonlarni o'ylamasdan. Bularni endi video boshida aytib qo'yamiz. Sababi bu hozir ko'p problema, ko'pchilik so'rayotgan narsalar. Shu maqsadda bularni aytib o'tamiz. 530 apparatimiz endi boshladik. Faktlarni buni Instagramdan tushuntirdik. 10 kilo vosk ishlab chiqaradi. Aytib o'tganimda 1 gram voskimiz 12 gram 585 probani bizga ishlab chiqarishimiz imkoniyatini beradi. Xo'p, 10 kilo voskimizni 120 kilo olamiz. Bu o'rtacha hisoblanganda. Mayli, sizlar uchun maksimum deb aytib turaylik. Maksimum 120 kilo desa, o'rtacha 80-100 kilogacha ishlab chiqarsanglar ham, endi tasavvur qilinglar, sizlar qancha foyda qilyapsizlar voskdan. 120 kilo voskimizni, 120 kilo 585 probali izdelarimizni sizlarga ketadigan vosk rasxodi $7200 bo'ladi. $7200. Buni hisob-kitob qilib turib biz o'zimiz yozdik, bekordan bekor yozmadik. Endi ba'zi birlar aytishi mumkin, shu 7200 joyiga men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bitta komplektimiz narxi $1200 tashkil qiladi. Unda 3 kilo qizil vosk va 10 kilo oq vosk beriladi. Bu vosklarning xarajatini yana alohida buni o'chirib tashlab tushuntirib beraman oxirida. Men nima demoqchiman, shuni joyida aytib ketay. 10 kilo voskimiz yetishyapti. Okay, 10 kilo 3 kiloga 10 kilo vosk yetmayapti, oq vosk. Uni biz 12 kilo yo undan sal ko'proq ishlatyapmiz deyilyapti. Bu nisbiy tushuncha. Bu har doim shunaqa bo'ladigan narsa emas. Oq voskimizning o'zining narxi adashmasam $250. $250. Bunga masalan yana bitta qo'shimcha oq vosk, yana ikkita oq vosk qo'shaylik, $500 qo'shaylik. Masalan 7700. Ham boring buni $8000 hisoblasangiz ham, bu oxirida chiqadigan summasi 1 gram tillaga nisbatan chiqadigan summasi 0.1 dan oshib ketmaydi. Men oqini ko'p ishlatgan taqdiringizda ham. U oqi o'zi aslida ko'p ketmaydi. U modelga qarab, siz ustida qanaqa joylashtirishga qarab, u hammasi opitdan kelib chiqib, rasxodingizni o'zingiz oshirishingiz mumkin. Bu apparat sizga ko'paytirib bermaydi. Men nima demoqchiman? Apparatga siz qanaqa joylashtirishingizga bog'liq. Keyin ikkinchi masala qanaqa pozitsiyada turishiga bog'liq va ustma-ust terishingizga ham bog'liq. Agar ustma-ust teraman desangiz, vaqtdan yutaman, bitta bosib qo'yaman deb 24 soat kutib o'tiraman, keyin o'shani birato'la katta narsani o'stirib bersin deb, men hada bitta narsaga kelib o'tirmay qayta desangiz, unda sal ko'proq ketishi mumkin. U fakt. Sababi ustma-ust o'tirganda oqlarning nisbatan ko'proq ketadi, 0 ga nisbat qaraganda. O'shaning uchun aytmoqchiman, kimlarlarda fikr bo'lsa, oq vosk ko'p ketib qolar ekan desa, bu qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin ko'p ma'noda xato deb hisoblaymiz. Sababi aytib o'tganimdek, bu sababi bu inson xatosi bo'lishi mumkin bu yerda. Boya tushuntirib o'tganimizdek, qanaqa joylashtirish borasida. Xo'p, bu pul temasi bundan 7200 bo'lmaganda ham, 8000 bo'lganda ham, men boring $9000 bo'lganda ham siz baribir ancha yutasiz, tejab qolasiz polimerga qaraganda. Men o'zimdan qo'shib aytayotgan taqdirimda. Xo'p, endi nima qilamiz? 120 kiloni biz kiloga o'girib olishimiz kerak. Uning uchun biz $7200 120 ga bo'lamiz. Shunda bizga $60 kelib chiqyapti. Bu degani siz 1 kilo 585 probali izdelya ishlab chiqaraman desiz, bizning voskimizni bor yo'g'i $60 ga
$60 sarflashingizga to'g'ri keladi. 1 kilo izdellik uchun. Hozirgi paytda 585, adashmasam $70 bo'lsa kerak. Men aniq narxini bilmayman. 1 grammi 1 kilosi bo'lsa, o'shanda $70,000 bo'ladi. $70,000 da siz o'ylang, $60 faqatgina vosk uchun ishlatyapsiz. Bu gramga o'girsa, ko'rib turganingizdek 0,06 sentga to'g'ri keladi. Ya'ni 700 so'm. Bu 700 so'm emas, mayli 800 so'm deng, 900 so'm deng, 1000 so'm deng, baribir juda ham arzon hisoblanadi. 1 gram uchun $70 hozirgi kunda 840 ming bo'lyaptimi? Примерно 800 mingdan oshadi. 800 mingdan 1000 so'mini siz vosk uchun ishlatyapsiz. 1000 so'm, o'zi 700 so'm, men grubiy qilib aytyapman 1000 so'mini. Nima bo'lganda ham, qanaqasiga olib borib aylantirib kelgan taqdiringizda ham baribir vosklarimiz daji polimer u yoqda tursin, oddiy qo'lda biza oldinlari ko'p sotardik, Rice Wax deb injektorlarni ko'p reklama qilardik. Ulardan ham ko'ra arzon tushadi. Sababi bu yoqda ishchi kuchini ishlatmaysiz. U Rice Wax ishlatish uchun siz oldiga kamida 2 ta odam yo 4 ta odam ishchi olishingiz kerak. Keyin ishchilar ham bu 530 qilib berayotgan ob'yomni qilib bera olmaydi. Katta zavodlar 530 ni olgandan keyin yoniga yana qo'shib olishga harakat qilyapti. Bu unaqadan chiqib ketish uchun. Oddiy qo'lda eski texnologiyalardan chiqib ketish uchun. Keyin shu joyda aytib o'tay, vosklarimizni, 3D vosklarimizni bu oddiy biza traditsionniy injektorlardan asosiy farqi vesida bo'ladi. Ham vesida, ham modelida bo'ladi. Endi uni hamma biladi. Bu traditsionniy injektorlarimiz hamma modelni qilib bera olmaydi. Imенно 3D modellarni qilib bera olmaydi. Undan tashqari ham 3D vosklarni yengilligi bo'yicha boshqa hech qanaqa eski traditsionniy injektorlar buni yaqiniga bora olmaydi. Sababi ikkita bir xil narsani olib borsangiz ham 3D vosklar undan ancha-muncha yengil chiqadi. Bu endi zargarlarimiz hamma biladi. Xo'p, 1 kiloga ko'rib chiqdik $60. Buni 1 gramga o'girsa $60 mingga bo'lsa, biza 1 gramga nisbatan xarajatini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni 1 gramda siz bor yo'g'i 6 sent. Ya'ni $0.06 bo'ladi. Dollarga o'girsa, sentni ko'rsa 6 sent bo'ladi. U 700 so'm. Boring 800 so'mdir kursi o'ynashini hisobiga. Juda ham arzon chiqadi. Xo'p, endi buni olib turaman. Vosklarni ko'rishingiz mumkin. Yuzda qismini siluvlilarini, setishning narsalarni o'stirganini, istalgan narsani aytganimdek boya 90-95% ishingizni bemalol bitirsangiz bo'ladi bu printerlarimizda. Hozir buni qo'yib turaman va keyingi narsalarni tushuntirishlarni olib boramiz. Xo'p, shu joygacha bizani tushuntirishimiz tugaydi. Tilla bo'yicha 1 gram tillagacha qancha vosk rasos qilishingizni shu joyda tugaydi. Bu yog'iga biza voskka o'zini xarajati qanchaligini realniy tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir bu yoqda biza 1 gram tillagidagi xarajatini, vosk xarajatini ko'rgan bo'lsangiz, uni 12 ga ko'paytirganmiz va bizda 0.72 sent kelib chiqqan. 72 sent kelib chiqqan 1 gram voskka o'zini tan narxi. Endi bu nisbiy, majoziy ma'noda. Sababi bu yoqda kimdirlar aytishi mumkin, bu 72 dan ko'p chiqadi deb. To'g'ri, ko'p chiqadi. Sababi bu yoqda elektr bor, ishchi kuchi bor, mana spirti bor, yana va hokazolar bor bo'lishi mumkin. Bu mayli sal ko'p chiqar. Qancha ko'p chiqadi, lekin birga bir ko'p chiqishi imkonsiz. Qanchadir ko'p chiqishi mumkin, to'g'ri, o'sha aytib sanab o'tgan narsalarning hisobiga. Lekin baribir shu atrofda bo'ladi. Bundan uzoqlashib ketmaydi. Bu ko'rib turganingizdek 1 gram voskka sizga qancha rasxod bo'lishiga aylanyapti. Hozirgi kunda 1 gram voskka o'zimizdan uslubga qilyapmiz. Примерно gramiga, optimiga $6 dan sotilyapti. $6 dan. Kimdirlar $8 der, $10 der. O'zimiz agar sizlarga ham uslubga kerak bo'lsa, o'stirmoqchi bo'lsanglar, Karama firmasi 1 gramiga $6 tavsiya qiladi o'stirib berishni. Endi buni ichida nima turadi? Apparat pullari, amortizatsiyasi turadi, mehnat kuchi, aytib o'tganimdek, sizga qo'lingizga tayyor mahsulot berishadi. Brak bo'lsa, unga brakiga o'zi javob berib, yana boshqatdan o'stirib beradi. Hammasini hisoblaganda biza hozir Karaman firmasi uslubiga o'stirib beryapti va $6 xizmat haqqini so'rashyapti. Endi bu ham agar ob'yomi juda ham yuqori bo'lsa, buni kelishuv asosida yana gaplashsangiz bo'ladi. Endi keyingi temamiz voskka o'zini realniy hisob-kitoblarini, tan narxlarini ko'rib chiqamiz misollarda. Hozir sizlar bilan FlashPost 3D printerlari qanaqa ishlashini
hammasini tushuntirib o'tamiz. Ikkala model misolida 510 530 da ikkala modelda o'stiruvchi ishlash zonasi bir xil hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda katta kichiknaligi bir xil. 530 da 510 farqi tez o'stirishda, ya'ni 3 ta golovka bo'lgani hisobiga. Hozir uni nimaga tezligini yana farqini tushuntirib o'tamiz. Xo'p, ishchi zonasi, sizlarga realniy ishchi zonasini razmerlarini aytib o'taman. O'zini bu patnisini, platformasini razmeri nisbatan kattaroq. Ishchi zonasi bu eniga 30 sm, bo'yiga 22 sm. Mana endi hisob kitobim bo'yicha shunaqa chiqyapti. Примерно 1 sm plus minus bo'lishi mumkin. Balandligiga 12 sm gacha o'stirib bera oladi. Tasavvur qilinglar, shuncha narsani o'stirsanglar bo'ladi. Ustma-ust qilib turib bir 3-4 sloyini o'stirsanglar bo'ladi. Printerimiz endi ko'pchilik videoni boshida aytib o'tdik. Ustma-ust qo'yib ko'pchilik o'stirmaydi. Sababi svet o'chib qolsa, shuncha qilgan ishim naqa bo'lishi mumkin, puchga chiqishi mumkin. Deydi-yu, unda ham baribir pastdagi narsalar agar to'liq o'sgan bo'lsa, uni zararga keltirdi deb hisoblamaymiz. Ustidagi oxirgi nimadirlarni o'stirayotganda u brak bo'lishi mumkin. Sababi printer o'chib qolgandan keyin u yana noldan boshlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz UPS olishni tavsiya qilamiz. Hech bo'lmasa 1-2 soatga yetadigan akkumulyator qo'yib qo'yishni. Xo'p, yana aytib o'tadigan narsamiz, yana qaytarib o'taman. O'z xarajatlarini hozir ko'ryapsizlar, modellarni qanaqa joylashtirishga. Orqachansini ko'rsatdik. Mana orqasida ancha-muncha oq vosk ketgan. Agar sizlar buni tikka qilib turgizib o'stiraman desanglar, bunga yana ham ko'proq oq vosk ishlatishingiz mumkin. U sizlarga ortiqcha rasxodga olib keladi. O'shaning uchun bu voskka rasxodlarini hisoblash u sizlarga ham katta bog'liqlik joyi bor. Men aytayotgan haligi formulalar u realniy, teoretik formulalar, lekin joylashish, qanaqa o'stirish, yana va hokazolar ular plus minusda sizlarga ko'proq bog'liq bo'ladi. Menda ko'p rasxod bo'lyapti, sen aytayotgan narsa unaqa bo'lmaydi, undan ko'p bo'ladi deyish sizlar uchun to'g'ridir, lekin bizlar uchun emas. Sababi biz teoretik, biz hammasini o'zimizdan ishlatamiz bu apparatlarni, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, hammasini hisob kitobini qilib ko'rdik. O'shaning uchun sizlar bilan bemalol biz tortisha olamiz. Yo'q, rasxodi buncha bo'ladi. Sizlarni nimadir xato hisobiga, modellarning hisobiga, nimadir hisobiga bo'lishi mumkin rasxodlarning ko'payishi. Shuni hisobga olinglar. Xo'p, endi apparatlarning ishlashini ko'rsatamiz. 510 va 530 misolida apparatimizda 3 ta liniya bor. 3 ta liniya, uchala liniyani bo'ylari, enlari hammasi bir xil. 510 printerimizni bitta golovka bo'lgani uchun buni golovka deb hisoblaylik. Golovkasi bu pechat qiluvchi boshi. Ya'ni pechat qiluvchi boshi bu har bitta liniyaga 2 marta borib qaytib keladi. 2 marta boradi, 2 marta qaytadi. U nima degani? 1 marta boradi, qaytadi, 1 marta boradi, qaytadi. Keyin keyingisiga o'tadi. Bizda yana bitta narsani hisobga olib o'taylik. Uni ko'pchilik biladi, 3D chilar. Xo'p, bunisi Z aks, yo bunisi Z emas, Y mi? Bu Z deb hisoblaylik, bunisi Y, bunisi X. Xo'p, Y. Bunaqasi borib kelishi bizni X o'qi deymiz. Agar bunaqasi eniga borib kelsa, Y o'qi deymiz. Agar Z ni qo'yganman, bu balandligiga nisbatan Z o'qi hisoblanadi. Printerlarimiz ishlashini vaqti boya ham aytib o'tdik, bu narsani balandligiga bog'liq. Siz qanchalik baland narsa qo'ysangiz, printeringiz shunchalik ko'p vaqt ishlaydi. Uni aloqasi yo'q. X bilan Y da nima narsa qo'yishingizdan qat'iy nazar balandligiga faqatgina qaraydigan joyi bor 530 modelida. 510 modelida u qaysi liniyaga qo'yishingizga ham bog'liqlik hisobi bor. Sababi 530 da bizda 3 ta printer baribir bitta vaqtda borib kelsa, 510 modelimizda bittasiga borib kelib, keyingi Y o'qiga suriladi. Mana shu surilish hisobida ham bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga surilish hisobida ham kamida qanchadir sekund, soniyalar o'tadi. Men nima demoqchiman? 510 bilan 530 ni ko'pchilik aytadi 3 baravar tez ekan deydi. Yo'q, 3 baravar tez emas, 3 baravardan ko'proq tez. Ya'ni 4 baravar bo'lmasligi mumkin, lekin 3 baravardan aniq tez. Sababi aytganimdek, bizda 530 da 3 ta golovka birdaniga hadeb borib kelaveradi. Bu bitta golovkada boradi, qaytadi va keyingisiga qo'zg'alish vaqti bor. Shuni esdan chiqarmanglar. Birinchi liniyadan ikkinchi liniyaga qo'zg'alish vaqtida ham ancha-muncha soniyalar ketadi. Va o'shani soniyalarni qo'shib hisoblasanglar, 530 dan 3 baravar emas, 4 baravarga nisbatan farq sezilishi mumkin. Sababi 530
bitta ishlaganda 3 ta liniya baravarga borib kelaveradi to'xtamasdan. Siz xohlasangiz bitta obrazец bu yoqqa qo'ying, xohlasangiz bitta dona bu yoqqa qo'ying, xohlasangiz bu yoqqa qo'ying, farqi yo'q. U 3 ta liniyani bari xohlasa xohlamasa shu liniyalarda yuradi. Endi bu liniyada yursa ham agar bu yoqda qichbola bo'lmasa, faqatgina shuni o'zini o'stirib beradi. Bu liniya ishlamaydi. Ishlamaydi degani printer pechat qilmaydi. Lekin 510 da agar sizni o'stirayotgan narsangiz agar bitta liniyaga to'g'ri keladigan bo'lsa, u ishingiz 530 bilan bir xil vaqtda o'stirishingiz mumkin. Bir xil 530 bilan bitta vaqtda o'stirishingiz mumkin. Sababi bitta liniyani o'zi to'xtamasdan bitta joyga borib kelaveradi. Funksiyasi, uni texnologiyasi 530 bilan birga-bir bo'lib qoladi. Vaqtida ham, sifatida ham, hammasida. Agar uni sizni o'stirayotgan narsangiz har bitta tochkada bo'lsa, unda siz 530 dan ko'ra eng kamida 3 baravar, yo'q bo'lmasa 4 baravargacha sekin o'stirasiz. Shu asosiy aytib o'tadigan narsamiz. Yana sizlarda bu savollar bo'lsa, tushuntirishlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga videoni ko'rayotgan davomida ham yozib ketishingiz mumkin. Savollaringizga to'liqligicha javob berishga harakat qilamiz. Bugungi video darsligimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi va video so'ngida sizlarga yana eslatma tarzida apparatlar narxini eslatib o'tmoqchiman. Apparatlarimiz SIP deb bekorga aytmadim. SIP degani sizlar o'zingizlar chetga pul chiqarasizlar va o'zingizlarni firmalar nomiga olib kelishingiz mumkin. U xoh MCJ bo'lsin, xoh YTT bo'lsin, farqi yo'q. O'zingizlarning firmalarga olib kelishingiz mumkin. Sababi bu apparatlar puli qimmat bo'lgani uchun agar bizdan to'g'ridan-to'g'ri sotib olsanglar, u biza NDS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'ini to'lashga to'g'ri kelib qoladi va apparat sizlarga qimmatga tushishi mumkin. Hozirgi paytda davlatimiz, prezidentimiz tomonidan juda ko'p qulayliklar berilyapti. Shu qulayliklardan, imkoniyatlardan foydalanib qolish kerak. Va buni barcha odamga aytamiz. O'zingizlar olib keltiringlar, arzonroq tushadi, imkoniyatdan foydalaninglar deb. 510 apparatimiz 35 ming dollar bo'lsa, 530 apparatimiz 60 ming dollarni tashkil qilyapti hozirgi kunda. Uni keyinchalik endi narxini bilmayman, qanchalik bo'ladi. Anchadan beri, mana salkam 1 yildan oshiqdan beri shunaqa narxlar bo'lib turibdi. Ba'zi oylarda skidkalar oyi bo'ladi. Masalan, hozir dekabr oyida video olinyapti va dekabr oyining oxirigacha kompaniya tomonidan skidka berilgan. Va skidkanida siz 6 ming dollarlik vosk bonusga qo'shib olishingiz mumkin. Bu pulni skidka 54 mingga aylanmaydi, lekin sizga как mashina sotib olsangiz, benzinni ko'chadan baribir xohlasangiz, xohlamasangiz quyganingiz sababli biz ham 6 ming dollarlik vosk tekinga qo'shib beramiz. U degani siz baribir 60 ming dollar olasizmi, 54 ming dollar olasizmi, baribir 6 ming dollarlik voskni mendan xarid qilib olishga to'g'ri keladi keyinchalik. Shuning uchun biz pul minus qilmaymiz, voskni podarka beramiz. Uni eng kamida sizlar 4-5 oy, 6 oygacha ishlatishingiz mumkin. Xo'p, keyin 510imizda 3 ming dollar примерно 3 ming dollar ekan, bonus hisobida bo'ladi. 3 ming dollarlik vosk qo'shib beramiz. Buni ham sizlar bemalol 3-4 oy eng kamida ishlatishingiz mumkin. Keyin apparatlarimiz haqida barcha aytib o'tilgan narsalarimizni endi biz bilgan narsalarimiz, biz savollar bo'lgan narsalarni, mavzularni ko'tarib chiqdik. Agar sizlarda yana qo'shimcha qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bu videolarni o'zi aslida oldinroq qilishimiz kerak edi, oldinroq tushuntirishimiz kerak edi. Aytib o'tganimdek, men apparat kelishini ko'p kutib qoldim. Apparat keladi, video olishga tayyorgarlik boshlamasimizdan oldin sotuvlar amalga oshirilyapti. Men odamlarga apparatimiz keldi deyishimiz bilan apparat menga kerak, menga chiqarib bering deyishdi. Men bo'pti, keyingi apparatni kutaman, o'shanda video olaman, yonida turib ko'rsatib, ochib ko'rsatib beraman deyish hech qanaqa menda shu imkoniyat bo'lmagani hisobida sal bu darsligimiz chiqishi sal kechikdi. Aslida yana ikkinchi sababi bor. Video darsligimiz kechikishining sababi bu apparatni o'zimiz salkam 1 yildan beri ishlatyapmiz va o'zimiz kamchiliklarni bilaylik, hisob kitoblarni to'g'ri chiqaraylik, odamlarga to'g'ri ma'lumot beraylik. Kimdir biz bilan sporlashsa yo tortishib qolsa, biz o'zimizga u bering bo'lib turib javob beraylik deb ham shu vaqtini cho'zib keldik. Aslida biroz cho'zilib ketdi, lekin sizlarga qo'ldan kelgancha bilimlarimizni ulashishga harakat qildik. Starmix kompaniyasi O'zbekistonda bu kompaniyaning rasmiy eksklyuzivniy dileri hisoblanadi. Ya'ni nafaqat O'zbekistonda, balkim Tojikiston va Qirg'izistonlarga apparatlar berishda davom etyapmiz. 1 yil davomida garantiya servislar bepul hisoblanadi va 1 yildan keyin u bu muammolar bo'lsa o'zimiz yordam beramiz va uni pulli bo'ladi. Lekin aytmoqchiman, apparatimiz qaysar emas. Agar tozaligiga rioya qilsanglar, aytilgan qonun qoidalar bo'yicha ishlatsanglar, apparatimiz sizlarga hech qanaqa bosh og'riqlar tug'dirmaydi.
buni o'zimni opitimdan, tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Agarda mabodo endi baribir texnika, hech qaysi texnikaga biz 100% buzilmaydi deb javob bermaymiz. Texnika bo'lgandan buzilishi mumkin, savol chiqishi mumkin, problema bo'lishi mumkin. O'sha problemalar bo'lgan taqdirda bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va yana qaytarib eslatib o'taman, hozirgi kunda dekabr oyida skidka bo'lyapti. Bu skidkalar uncha odam olmagan. Menimcha hech kim olmagan ham shekilli bunaqa katta skidkalardan foydalanib qoldinglar. Faqat oldindan o'zingizlarning firmalar tomonidan u yoqqa pul tushirasizlar va o'shani kutib turasizlar va ancha-muncha sizlar vosk bonusni egalik qilishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Videoyimiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz.